Yaqinliq ovozi kishi qalbini lazzaga soladigan go'zal naqshlar bilan tunilgan bu naqshchimiz tilga ilinsa, hammamizning dili suyunadi. Quloq tubimizda u aytgan har bir naqsha yenik yangraydi. Gohi munglanib, gohi jo'shqinlashib, bizni go'zal xiyollarga boshlaydigan bu melodiyaning egisi haqida ko'p narsalarni bilgimiz keladi. Torlarda, bevosita anglitishlarda uning lirik kuylarini anglab huzurlanishdan boshqa, uning hikoyalariga quloq solgangiz keladigandir balkim. Mana bugun biz uning yiqimli ovozini anglag'ach, yana uning go'zal hikoyalariga jo'r bo'lamiz. Ashu savollarimizga unutilmas aslama orqali javob topamiz. Qana unda qo'sa qizg'in javoblarimiz bilan bugungi unutilmas sahnimizga Şinjan Muzikantlar Jamiyatining a'zosi, xalq san'atkori Dilbar Ababakrini taklif etamiz. Marhamat. Tağ seylige baratdım sayram kölige Vilspitni minettu kızlar keynide Garmun gitar tenkeştur muğluk köylege Halli güzel eslime İstifilekler Hoş geldiniz. Unutulmaz aslama. Hoş geldiniz Dilbarda. Yaxşı. Mana qachonlar qarsam shunday kulib, nayt xushchaqchaq, nayt qizg'in holatda. Kayfiyati ajoyib yosh, shash ko'rindi bizga. Shunday shu o'zimning hadisi deyman emasmi? Rahmat. Unutulmaz aslim sahnimizda Dilbar Ababakirning ajoyib go'zal bo'lgan aslimlarga jo'r bo'lamiz. Mana bizning korxonchilarimizning taxub bo'ldi. Oldi bilan shu sizning aslimingizga jo'r bo'lish uchun kelgan korxonchilarimizni bir tanishtirib o'tgan bo'ldik. Xo'sh, unda bo'lsa suhbatimizni bir davomlashtirsak, har vaqt siz bilan ko'rishgan vaqtimizda chehrangizdagi tabassum, kulki, chaqchaq, ish qilib yumoristik alaydiliginiz har vaqt ko'z oldimizda. Siz bek chaqchaqchi qo'ydayman, ha? Dilbarda. Bo'p qoldi endi. Sal g'uljiga yiqiroq yer bo'lgandan O'zingizdan xo'shal tutadigan shu yumoristik holatingizda qanday saqlab qoldingiz yoki qanday yetildirib oldingiz desam, qanday javob berasiz? Mushu men naqsh aytqachqimiki, bo'libmi sho'qroq naqshlarni ko'p aytaman. Mayli sirtdagi odamlarga biz o'zimizning u oildagi kayfiyatimiz bilan taqobil tursak qat'iy bo'lmaydi. Biz cho'qim o'zimizning eng yaxshi bir tarafimiz bilan boshqa odamlarga yaxshi energiya, aktiv energiya taqdim oladigan bir tarafimiz bilan ko'rinsak degan o'yin bilan shu davomli xo'shal-xo'ram yurishni tanlagan. Sizning bu shunday iliqi Dilbar bo'dak va yoki bo'lmasa shu semiz deganingiz haqida gap so'zdan qilib ko'nglingiz kelamdi. Endi kelmaydi desak, iliqi salbak haddidan eshib ketgan gaplarda odam cho'qim ajabdir dedi deymiz. Lekin buningga amal yo'q-ku. Endi xaplaydi-simi, xapog'ilmagan. Bu semizlik deganmi har xil sababdan shakllandi. Ayollarning tug'utida shakllandikan, yana ersiyat sababidan bo'lgan omilmi bek muhim ekan. Bizning oilamizda ersiyat sabablik. Yana birga o'zimning shu ikki balni tug'ish jarayonida oqaqidan tuqqanishim ekan, qat'iy asli kelanmagan. Unda bo'lgandan uningga xaplashning faqat o'rni yo'q deb o'yildim, chunki o'riqlaysam o'riqlayamdim emasmi? Endi uningga nima deymiz? Shuninglar. Shu o'zinglar ko'ygandek o'tiribdimi mana shu? Voy, mana güzel ruxsarga bir javoblarimizni bersak, nurg'un tomoshabinlarimiz Dilbardamni naqshchi deb biladi, lekin o'qigan kasbining ximiya ekanligini bilmaydi. Ikkisi osmon zamin farqlandi-ku. To'g'ri. Siz nima sababdan mana naqshchilik yo'lini tanlab qoldingiz? Shu kichigimdan naqsh aytishni yaxshi ko'rdim, chunki mening oila sharoitim mening naqsh kasbini yaxshi ko'rishimga turtkilik rol o'ynagan. Mening cho'ng opam, dadam ikkilisi men ismini bilsam duttachilik naqsh aytayotgan-dik. Chunki mening cho'ng opam Atishdan. Atishlar odatda duttachilik naqsh aytishga bek usta bo'ldi-ku. Shunga mening dadam maytaqda ishdan sir dutta tambirchilik naqsh aytayotgan-dik. Keyin mening akammi
mush san'atda o'qidi. Olim Abo Bekirni bilsiz. Jongyang Shichuanda o'qigandan keyin bizning shu opera o'makda ishildi. Mushu dadamning, akamning, oilamdagi urug' tuqqanlarimning mushundaq turtkisida men mushu san'atni, naqshini yaxshi ko'rib qolgan. Shu maktabni bitgandan keyin siz qaysi kasb bilan shug'ullandingiz shu vaqtlarda? Men ximiya kasbida o'qigan bo'lgan keyin bizning Maytaqda neft ayriq zavodida Qo'yanshida ishildim. Qo'yanshidan keyin muhit o'lchash idorasiga yo'tkilib chiqib, u yerda 7 yil ishlab, neft ayriq zavodidan chiqib, muhit o'lchash idorasiga chiqib 7 yil ishildim dedim. Shu chog'da shu 7 yil jarayonida tirishib ishlab, suv o'lchash bo'limninki bölüm başlığı bulup işildim. Öz aldığımda kol astımda 12 adımım vardı. Başlık değil bunda ha? Şu yerde işlep, şu hazır körüp duratkan, şu çoğu yuha degen, meninki koşmak tukunum. İkimiz bir bende işlegen. 2015-2016 yıldaki şu vagonsiniki Milletler İttifaqlığını ilgiri sürüş faaliyetide şu çoğu yuha ikimiz ülgülük koşmak adsınıl degen mukafatga erişken. Xizmətdaşınız bilan bo'lgan do'stluqlar, qarindoshlik, mehr muhabbatinglardan bir aslim anglayli. 2012-yilımki men shu neft ayriq zavodidan laboratoriyasidan shu muhit o'lchash idorasiga yo'tkaldim. Yo'tkalgandan keyin men 3 yil shundaq tirishib ishildim. Suv o'lchash bo'limimizda bir bo'lim boshliq saylash to'g'ri kelib qoldi. Shu chog'da hammasi meni bo'g'in dedi. Men "Ey, bulamaymanmi?" Ishonch yo'q hamda-chi. Çünkü bu kol astımdakilerin hemisi intayin yaxshi ishlaydigan, bir-biridan namunachi odamlardi. Men qilolmasligim mumkin, chunki mening yetaklaydigan odamim odatga odamlar emas ekan. Degan vaqtimda naq mushu joyga chiqib, "Men senga yordam qilman" deb turgandan keyin, "Ey, bo'ptamsa men bir qilib baqay, sinab baqay" dedim. Andan keyin men bir 4 yillar ishlabdim bu xizmatni. Biz do'stlikdan tuqqanlikqa yuzlandik. Keyin mening qizimmi, mening 2 opam bor. Birisi sen, birisi Joyuqa deydigan bo'lgan. Biz endi hatto har haftada bolalarimizni chiqib, birga tamoq chiqib, mening oilamda, chunki men 2 bolani yolg'iz boqaman. Mening oilamda chuqur qiyinchilik bo'ldi. Uni ko'rgan bo'lgandan keyin bolalarni masalan qo'ydigan yerlarim bo'lmay qolsa, "Voy, men qarab beraymi, uyanga berib, yo bo'lmasa bizning uyga akab qo'yamsan, men qarab beray" deb bana pek köp yardımlarını qilgan. Bu bir aslimga aylanib qoldi, lekin shundaqdimi bizningki ikkimizningki do'stligi hozirgacha bor. Endi men ximiya kasbida o'qib qolishingizga chuqur bir yaxshi bir asoschi bor deb o'ylayman. To'g'ri. Mening opam Ruqiya Rozi ximiya o'qituvchisi. Mana. Opam ximiya o'qituvchisi, hozirma shu o'qituvchilikdan pensiyaga chiqibdi. Oilamizda biz 3 qiz bir o'g'il. Akam Urumchida xizmat qildi, yana bir ocham Qarmayda xizmat qildi. Undaq bo'lgandan keyin akam uyning kichigi bo'lganliging uchun sen cho'qim opam dadamlarning yanında hamra bo'lib tumsang bo'lmaydi. San'atchi deganning sirtlarda o'yin qo'yib chiqsa, oilaga qarayolmaydi. Shuning uchun sen boshqa kasbni tanlab, opam dadamning yanında qolgin deb menga shu ximiyada o'qishni akam tavsiya qilib o'qigan. Shuning bilan Shinjang Daishuda ximiya fakultetini o'qib bitirib, Maytaq neft ayriq zavodiga bo'lindim. Men shu oliy maktabga kelgan 1-yilimdan boshlab oliy maktabning Yarju deb 12-9-dagi bir faoliyati bordi. Shu 1-yili shu musobaqada naqsh etib 1-chi bo'ldim. Shuningdan keyin o'zimga bo'lgan sahnalarda naqsh etishga bo'lgan ishonchim bek oshdi. Uningdan keyin men oliy maktabga gül faaliyetlerine toplu katlaşıp Maytaq bölündüm. Maytaq bölüngenken keyin Maytaqda undaq faaliyet pek köp ötküzüldü. Şu işten sırt naqshchi kasbini rivojlantirib keldim. Ama biz sizni bu ekranda yaqinda es qildik ham tunidik. Maktab bitagandan keyin yeshimiz cho'ng bo'ldi ekan. Cho'qim bir to'y qildigan, bir oilaga bosh bo'ldigan, andan keyin ona bo'lish vazifalari bizning ziminimizga tushdi. Mushu jarayonlarda men oilada to'y qilib, balaliq bo'lib, bolalarimni qatag'i qo'shish yo'lida sal kurash qildim bu jarayonlarda. Yana birga u vaqtlarda bizga hozirgidek bunday yaxshi detallar yo'qdi. Masalan, telefonlarmi keyinchi paydo bo'ldi, undidorlarmi keyinchi paydo bo'ldi. Undan keyin hozirgidek yaxshi bevosita tarqitishlar paydo bo'ldi. Undan keyin bu bevosita tarqitishning kuchi intayin yaxshi ekan. Shuning bilan
Xudaylıqqa bir keçede boy oldum degandek, bir keçede lam şu detal orqali tunildim. Biz sizde qaysi naqshingiz orqali tunudiq desam, buni nima deb javob berasiz? Meni endi şu detalda ikki naqshi bilan tundi. Eng avval biriga şu Qozoq millatining Tatta Aru, Tatliq qiz degan naqsi. Meni shuningga hozir naga basam, meni ko'yga adam cho'qim Tattaru deb chaqirdigan bo'pti. Meni oldimga Tattaru deb turib oldi, yoki Dilbar Tattaru deb chaqirdi. Yana biriga bizningki yosh talantli naqshimiz Abduvali Nurtayninki yar yo'qlar degan naqsi. Men mush bevosita taqtishda buni fanchon qilib aytgan ayolchi nusxasini mushu ikki naqshi bilan tundi xili ko'p adam deb o'yladim. Bunda bo'lsa siz o'zingiz men yaxshi ko'rgan naqsham desangiz, qaysi naqshini deganingiz bor? Men o'zim yaxshi ko'rgan naqsha desam, mushu bolalarım degan naqshini pek yaxshi ko'raman. Chunki buni men ikki bolam uchun alohida ishlatgan naqsham. Çünkü bir ana iki balını beqish jarayonida bek ko'p chapalan ketgan. Burun analarımız 4 balını qanda bir xato qo'shgan bo'g'iydi deb o'ylab qolma. Shunga men shu ikki balamninki yosh to'yda bu naqshini ishlatib aytdim. Hamda ikki balamga bo'lgan bir so'g'am deb o'yladim. Buni bir unutilmas aslimlar kirdi ekan. Shunga mush ballalarim degan naqshini bek yaxshi ko'raman. Maxsus tarbiyalanganmidingiz yoki bo'lsa bu sizdagi bir tabiiy talantmi? Bu o'zimdagi bir tabiiy talant deb o'ylayman. Yana biriga do'rash sanatim intayin yaxshi. Masalan, shu qarindosh millatlarning naqshlarini intayin yaxshi ichiga kirib turib o'rgangan. Cho'qim bir odamningki natija qozonishida tirishchilik bo'lmaydi. Undan keyin yana biriga men naqsh aytishni hattoki uyimda bolalarni beqishdimi to'xtatib boqmagan. Chunki bolalarni boqqanda cho'qim allay naqs kerak bo'ldi. Bolalarda-chi qanday shu san'at jihati hujayra bormi yo'qmi? Men o'g'limni bir naqsh aytgan bo'lsa, soz chalishni bilgan bo'lsa, chunki o'g'illar bek yarashadi deb o'ylayman. Ammo o'g'limda bu gen yo'q. Lekin qizim o'g'limnikini qo'shablar, tarbiyalangandaklar usta. Qizim mening izimni rasli meni bosgan. Lekin mush jihatda bir tarbiyalab yetaklash o'yim bor. Demak, hozir masalalarimiz bak ko'p deymi, ha? Sizdan to'xtamay balkim savol so'rash mumkin, ha? So'raydi. Qaysi tarafdagi tomoshabinlaringiz ko'p, qanday savollarni so'raydi, biz bir bilib baqayli. Mening naqshamni yaxshi ko'rganlar shu 30 yoshdan bir 60 yoshgacha deb o'ylayman. Yoshlar ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin o'rta yoshliklar bek ko'p. Bu so'raydigan savollarning ichida ko'proq o'roqlashni o'ylamamsiz deb so'raydi-da. Boy deganda o'roqlashni o'ylab boqdingizmi deb. Oxiri men boshda o'ylayman-da, cho'qim nimishqa o'ylamayman deb gap qo'ydim. Unutulmaz əslime. Bundan da biz chiroyli suratlarimiz orqali davomli go'zal aslimlarga jo'r bo'laylik. Qirg'onda bu bir baxtlik bir oylik ishlari, ha? Bizningki shu bir oylik ishlarining bir to'liq rasmi yo'q ekan to'q. Mishalda men tondinglarmi? Uzun chash, sarapan kiyib olgan. Ha, mishda o'riq men. Meyaqdiki mening dadam Abubakir Baqi, o'tirdiki mening opam Ruqiya Rozi, eng cho'ng bizning oiladagi 4 bolaning eng cho'ngi olim Abubakir akam. Andan keyin men 3 qizning o'tirdikisi mening cho'ng acham bo'ldi. Rana Abubakir, atrofdagi Gulbar Abubakir Qarmayda ishlaydi. Mayaq Dilbar Abubakir. Mishiyada o'tiribdimi? Marosimni biz shu 99-yili 11-oyda
qarmaydi bir Nəvracamның balısının toyu münasibəti bilan hammalar to'liq yig'ilib qolibdik. Shun bilan o'y misha yig'ilib qolgandan keyin qarmayning rassamlar bek ustab tushib degan bilanlar bir rasm tushib oldik. Uningdan keyin bu rasmni shu tushib bo'lgandan keyin 3 oy qolmay akam tugab ketdi. Mushu bizniki eng oxirgi qitimliq bir parcha rasmimiz bo'lib qolgan. Olimkamniki tarbiyasi sizga bo'ldi deb o'yladim bugunimizda. Haqiqatan bo'lgan. Shu ustoz yo'lliq, ak yo'lliq, shu chaqlardagi ikkilarning o'tirsidagi go'zal aslimlarni bir esingizga kelgancha bir. Men shu 2-sinflarda o'qiyotgan vaqtimga akam Beijingga o'qishga ketdi. O'qishni bitirgandan keyin opera o'maktashildi. Mana shu bizniki 8 yosh vaqtimizda ayrilgan bo'lsak, bir oilada turishdan ta hozirgacha ayrilib turibdi mana. Lekin akam bek kichik vaqtimda ayrilg'achqa akamdan bek tap tatdim. Hattoki dadamdimmi betar. Shunga men akamni qattiq hurmatlagan. Hamda mening san'at hayotimga mening akam bek ko'p yo'l yechib bergan. Balkim hozir akam bo'lgan bo'lsa, men texmi betar chaqnashim mumkin-di, texmi cho'ng sahnalarda parlab yorishim mumkin-di deb o'ylayman. Bu endi mendagi bir yo'qotish bo'ldi deb o'yladim. Endi 96-yili men Janubiy Shinjongga rivoyat ansambl bilan naqsha aytishga apmanganda men baxosh bo'lgan. Mushu mening akamning meni e'tirof qilgani. Uning oldida akam naqshini shunchalik yaxshi aytsam, men e'tirof qilib boqmagan. Talab qattiq ekan sizga qo'ygan talab. Qattiq e'tirof qilib boqmagan. Masalan, shundaq jiq naqshlar bordi. Oshlarning naqshini voy palonchi yo'qshaydi ekan, buguncha men oshlardan yo'qshaydiman-ku debchi, nimishki men e'tirof qilmaydigan deb o'ylaydim. Lekin 96-yili o'yin qo'yishga men billa oppan vaqtida, men endi akamning e'tirof qilishiga erishibdim dedim. Undan keyin bara meni qo'llab o'tdi. 2000-yili 3-oyda shu akam tugab ketadigan vaqtda men 1 oylik idoradan ruxsat so'rab Urumchida o'chaqlarda lenta chiqarish moda bo'layotgan chaqlarda akam mening bir lentamni chiqarib berish uchun tirishayotgan vaqtlardi. Lentani chiqaradigan chaqdagi naqshlarni tayyor qilib ugunib muzikalarni chalgan vaqtda men shundaq bir yo'qotishga duch keldim. Lentami qoldi. Shuning bilan shunday bo'ldi. Unutulmaz. Bo'ladiğında biz davamlı yana suratlar orqali asliga jo'r bo'lgan bo'lsak, O'zimda. O'ynab ketaydi senni. Rostdan bek yaxshi ko'rganman-da. Demek ki şu ko'nglim degan naqshi yo'q. Men bek yaxshi ko'radigan, ashundaq bir hayajonga soladigan naqshi yo'q. To'g'ri. Nim sababdan yana qaytib qo'ydim. O'zingiz yaxshi ko'rsiz. Anandan keyin yana birga men aytgan usullik naqshlarning ichida anglanish qitim sonimi eng ko'p bo'lgan bir naqsha. Bu bizniki Xotandagi yosh ijodiyatchimiz, naqshchimiz Asqar Muxtarning bek chiroyli ijodiy naqshisi bu. Unutulmaz aslama. Hamda bizning shu unutulmaz aslama programmamizniki eng asligidek qimmati bor bo'lgan bosqichga keldik. Bu bo'lsa Gul'uz unutulmaz aslama xat sanduqiga kelgan nurg'un xat. Mush xatlar qatorida bir parcha xatni men ilib o'qisam, shu xatning egisini siz bir o'ylab baqsangiz. Bo'ldi. Yaxshimsiz Dilbar xonim. Unutulmaz aslim programmasi orqali ekran yuzida yana bir qitim siz bilan ko'rishalaydiganligimizdan nihoyat xursandmiz. Güzel yiqimliq ovozingizni, naqshlaringizni yana bir qitim anglash biz uchun huzur. Siz naqshlaringiz bilan bizga xushallik ato qilgan, bizga mehr muhabbat his qildirgan suyumli bir do'stimiz. Naqshlaringizni bir kun anglabmo zerikmaymiz. Chunki bu naqshlar sizning yuragingizdan chiqqan bo'lg'achqa bizmi suyib angladik. Suzuk buloq suyida yiqimliq ovozingiz bizning ruhiy kayfiyatimizga malham bo'lib keldi.
Bulupmu mening shundaq. Bu xatni men ayolim ikkimiz birga o'ltirib yozyapmiz. Balkim mushu mazmunlardan bu xatning egisini bilib bo'ldingiz. Men ma'lum bir yili kasallik sababi bilan chaqliq qaruvida o'ltirgan bo'lib qoldim. Normal holatdan to'satilla bir chaqliq qaruvida o'ltirib qolgan kishiga aylanib qolganim menga nisbatan sal zarba bo'ldi. Kunlarim nihoyatda ma'nisizdek, hech narsadan xo'shallik topolmagandek hislarda yurib ketdi. Ana shu vaqtlarda siz naqshlaringiz bilan meni qaytadan hayotga qizg'in muhabbat bog'lashga turtki qildingiz. Telefon ko'rib o'ltirgan bir kunim to'satdan sizning bevosita tarqitishingizni ko'rib qoldim. Qarsam nihoyat xushchaqchaq, ochiq yo'ruq, qizg'inlik bilan har bir ko'rmanlarning savoliga javob berib, talab qilgan naqshlarini o'qib, tomoshabinlar xushallik ato qilib o'tibsiz. Shu kuni naqshlaringizni anglashga boshladim. Nima degan go'zal ovoz, nima degan yiqimliq naqshlar. To'satdan qalbim bir yo'riqlikqa qarab mangandek xushal bo'ldi. Chunki naqshlaringizdagi go'zal puroq, aktiv mazmunlar meni hayotga qaytadan muhabbat bog'latqizgandek bo'ldi. Keyin bara-bara sizning naqshlaringizni izlab anglaydigan bo'ldim. Anglagan sari kayfiyatimda o'zgarishlar bo'ldi. Shu chaqdan boshlab men san'atning, muzikaning, naqshining hayotiy kuchini to'liq his qildim. Keyin biz er ayol ikkimiz siz bilan tanishish fursatiga erishdik. Tanishib nihoyat xushal bo'ldik. Men sizga tanishgandan beri aktiv energiya deb ism qo'ydim. Hali ham shu ism bilan sizni chaqirman-ku. Sizning kichik beyilligingiz, xushxo'y mijozingiz bilan biz bara-bara ikki oila bir tuqqanlardek bo'lib ketdik. Mana bugungi kunlarda siz bizning yurtga borsangiz, bizning uyga keladigan, biz Urumchiga borsak, udulli sizning uyingizga boradigan bo'ldik. Biz shunga minnatdor bo'ldik sizdan. Bizni bir tuqqandek ko'rib, mehr berganingizdan biz cheksiz suyunamiz. Naqshlaringiz bilan bizga ro'yi ozuq bo'lganingizdan nihoyat xushal biz. Yiqimliq ovozingiz mangu mushundaq yangrab tursin. Siz bizning aktiv energiyamiz. Rahmat. Ajoyib ta'sirli nazarda chizilgan parcha bu. Bek ta'sirli. Buni demisam-mu, cho'qim xatning egisini bilib bo'ldingiz, ha? Chunki ismimni bilib oldim-da. Aktiv energiya. Qaysi tuqqaningiz bo'ldi bu aktiv energiya deb ism qo'ygan? Men shu o'yin qo'yish jarayonida Turpanda mushundaq bir ayol bilan tanishib qoldim. Bir restoranga 3 kunlik faoliyatga bordim. Shu faoliyatga borgan birinchi kunimda bu ayollar do'stlari bilan bir joyda o'tiribdi. O'tirgandan keyin men naqsha etdim. Araliqda meni yinim chiqib meni shundaq yaxshi ko'rdiganligini, naqshamni suyib anglaydiganligini, yo'ldoshining shundaq meyib bo'lsa-mu, bugun mush faoliyatga kelganligini degandan keyin men bek ta'sirlandim. Berib bular bilan tanishganmi bo'ldim. Shu bilan shu kuni shu yerda turib men mushu ayolga atab o'zimning ta'sirlanganligimni, shuning bilan men bir naqshbati yo'shiya ayching fan bu sha degan. Ba'zi bir muhabbat bor, biz tashlab etolmaydigan degan naqshni men ikkisiga shu vaqtda aytib bergan. Aytmasam u kuni u yerda bir 70 jozliq mehmonlar bo'lgan-tok. Hammasi bu ayolni o'tirg'i elib cho'rsida qo'llarini mushtaq planlab gullarni so'qilib, endi xuddi ochqisini to'y bo'lgandek bo'lib ketgan to'yiqsizlamchi. Shuningdan keyin men bu ayollar bilan pat-pat Turpanga borsam ko'rishadigan, uyiga berib mardankamni yo'qlaydigan holat keldim. Bara-bara mushu munosabat bizni hozir urug' tuqqandek qilyapti. O urug' tuqqanlaringizni bugun biz unutilmas aslim sahnamizga keldik. Nim degan yaxshi. Ko'gim bor albatta. Mana unda bo'lsa qizg'in chavaklarimiz bilan Luqman akim aslim uyidagi 2 aziz mehmonni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Unda bo'lsa men oldi bilan shu Mardankamdan so'rg'im kelyapti-da. Mardankam shu Dilbardamniki naqshini qanchalik darajada yaxshi ko'rsa? Bu naqshini olmasam uxlamayman qolmayman. Naqshini uyqudorisi. Uyqudorisi. Uyqudorisi.
Uykularsı, adette uykularsı yatatınca. Ha. Bu nakşı algan degen o daran taşıldım. Ha. Demek sizlerniki şu tuncu uçuruşuşlar kaçandan başlangan başımda? Men şu tuncu Dilberni köygen vaqtimda şu Xo'zan detalda ekranda köygençu. Ekranda şu bay özüm dep ötdi. Yarı yo'qlar degan şu naqshni anglab vaqtimda shunda bir hayajonlanib ketdim. Endi bu yarı yo'qlar degan naqsh yoshlanib o'tirsa aşk məşqlarga ham tushgan narsa emas bu. O'ylab baxsam endi sog'lomlikdan ayrilganlar sog'lomlik yariga aşık bo'ldi ekanmiz. Cevri japat yaşayotganlar bir halavet üçün, bəxt üçün şunun aşık bo'ldi ekanmiz. Mushu yarı yo'q degan naqsh shunchalik bak yuragimga tegdi shu vaqtning o'zida. Ve ma qiz naqshni nimdaq bəz etdi dedim. Onu uçaqda Xo'zan detal degan narsani o'qimayman. Men boshqalar avatgan, bunda shoshib holatda ko'rgan. Shuni bilan mush detalni tushirib biringlar deb to'la yelindi. Mush xizmatdoshlarim shundaq bir holatlar tushirib biringlar degandim 3 kunda tushirib berdi o detal menga. Şu detalni tushirib olgan kundan boshlab yo'ldoshim xil burunlam anglaydi. Kecha-yu kunduzligidek shu jubo buslam, bevosita qichish buslam anglayman. Ham o'zimning qalbida ana shundaq do'stlikdimi bir yuqori o'rinda bir hürmetim var, bir mihrim var da. Demek şundaq bir isil naqshlar bilan yurak tarimni chekkan do'stim dedim. Nimani tilsam shu keldi deb dal tilgan narsamiz tatib keldik. Hozir mana yosh barkimiz azroq bo'lsin do'st. Yo'ldoshim bilan aqsingil mana shunda qayrindash oldi aytdimiz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Balki bu seriallarda sizlarning o'tiranglarda o'tgan aslimlar bo'lishi mumkin. Ta'sirli ko'rinishlar bo'lishi mumkin. Tunji ko'rishgan vaqtdagi o'sha hayajonli hissiyotlar ila hamma sizning esingizda deb o'ylayman. Biz tunji ko'rishgan vaqtimiz shu turpan o'yin qo'yilgan vaqtda nurg'un odam o'chaqda bizning Dilberning yeniga kelish imkoniyatimiz yo'q. Qimmat o'tgan vaqtida. Shu chaqda andikin Dilber Ababekri, men sizning cho'qing'ochingiz, yo'ldoshimning bek siz bilan ko'rishga deb o'zimizning orzusini nayta dadillik bilan şey dedim. Naqshil güzel emas. Qalbim ajoyib güzelga deydigan men shunday holatlarda bizning tunji tunishlarimiz shunday güzel boshlandi. Rahmat, rahmat. Balkim shu vaqtda Dilberdan shu bir juft er ayolni ko'rgandan keyinki o'zining tunji qarishi yoki tunji o'yi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu muhabbatlik yashayotgan bu bir juft er ayolga nisbatan sizda tunji bo'lib qanday o'y paydo bo'ldi? Amma Mardokamni Harvardda ko'rgandan keyin ko'nglim bek yerim bo'ldi. Nim sababdan bunda o'tirib qolganda ko'rish bilan nim bo'lgandingiz deb so'rag'olmaydi. Nim bo'lmishda bo'lib qolgan bo'g'aydi yo burundirmishda bo'lganmidi deb o'yladim. Chunki mening cho'ng achamning bir qizi bordi. 26 yoshda tugab ketdi. Tug'ma novtandi. Menga paralish. O'tirolmaydi, tamoqni yemaydi, hech kim qilmaydi. Biz bu bal tug'ilgandan keyin chunki mening acam uni baqolmaydi. Ana bo'g'ichi cho'qim qiziqish chog'ira etgan bu balni opam uyga kelib baqdi. Mushu jarayonda 26 yil men bu singlim bilan bir uyda cho'ng bo'ldim. Undaq bo'lgandan keyin bu japoni biz bek bilimiz kecha kunduz tatgan o azoblarni mening o opamning tatgan japolarini endi balkim mushundaq bir og'riq bor oildagilar uni tushunib yetalaydi. Lekin beqib baqmaganlar bilmaydi. Men shunga shu Ayshamgulniki shu Mardokamni shu japolarda bayman dedim, yo'ldoshining atrofida parvona bo'ldi ekan. Bir vaqtdan bir Mardokam qo'pib talog'i yolg'iz chiqsangmanda deb degan yalarim bor mening. Men degan. Bir vaqtdan bir o'zingni bir fanson qilib bir asat qo'pib qo'ygan, arabada o'tirib turdi uyda. Yo'q, ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. O aran to'g'anda men qo'yib qo'ysam ko'ngil texim yerim bo'ldi deb qo'yib qo'ymaydi. Shunga men bularning o'tirsatki bu mehr muhabbatni odam charchaydi, charchamaydi emas. Bayman dedim-ku, shunday og'riqlarni beqish jarayonida odam bek ko'p charchaydi. Lekin Ayshamgulning mushu japolardan halqib, mushu yo'ldishini to'y qilganda cho'qim men baxtdimi, halovatdimi, japodimi billi bo'laman degan va'dasiga amal qilib ta hozirgacha intayin yaxshi beqiyotganligiga men bek qo'l qo'yman. Haqiqatan men qo'l qo'yish tegishli bir ayol. Rost. Mardonkam o'zingiz bek kelsiz. Birsi umrlik hamroyingiz, yana birsi mana umrlik singlingiz. Yeningizda cho'lpan singlingiz. Ketdi kim ko'z ikkimizni o'qsingilma deydi, ikkimiz o'xshaymiz. Bu ham ko'rib Dilbar singlimda singlimsin
qanaqa degan olsam, yaman o'xshaydi ekansiz aytgan. Rost o'xshaydi ekan bular hamda. Biz bu o'xshitib olaylik sizlarni. darajada yaxshi ko'rdik. Mana yaxshi ko'rishning qandaqligini bilib olsangiz bo'ldi-da mana. Bular bek umaqa. O'sha yo'lishim deydi, ota-bobolarimiz yo'lishimning ota-bobolari burun 60 taraflarda sodi qilgan cho'ng sodi ekan 3 avlod burungi ota-bobolarchi. Shu Dilbar mening cho'nglarning tegi 60 dan desa, cho'qim bir qandaylik munosabatimiz bor deydi-chi. Pochkisi bek deydi bu gap. Buni yo'lishim bekerek chaqchaq deydi. Mardanka, sizniki mushu beshimizga o'rnak ketgan bir aslim bor deb angladim. Mushu Dilbaradan bilan bir chechak bayramida. Shu aslimingizni bugungi mush unutilmas aslimida aytib beramsiz? Marilikda shuncha aqlli Turpanda chechak bayram bo'ldi emasmi? Bir yil bordiq, bir 90 berib chechak bayram bordiq. Bundan keyin chechak bayramdan chiqib o'ylanib meni aylantirib bir atarlar bor. Sizda Hadigamet hadiniki tutulan yanır var, yüzünden yanır var. Onu otakıldı, o atarısı da eskanından sonra pimbar. Pimbar ya yüzünden yer yok kalan. Ben adatında otasama, maşında otasama o yüzünden ya man otasam o yüzünden yanırsa oturulamayam, musul tutulan yanırsa oturamayam diyor. Bu da şey bakan aylandırmamız dedi, ben unuttum. Bu arada ben oturamayamsam, müslümanım. Ben bir kişi adı çıkıyordu. Çıkan siz bir orta yağış olmaydı. Çıkan ben badım. Şöyle ben şu şunda bir kişi adı. Şöyle olan biraz çıkardı bula beni. Çıkardı oturdu aşağı orada. Oturursa da. Oturup benle aylandırdı. Aylandırıp şu bir kişiden azılma uylanış yok yani oturuyordu karamlık. Orada kalma. Bir kişi bir dedi, şunu anlamı gittim. Ma unutulmaz aslimler pek güzel ki şimdi. Aslimin yani bir azırak benim asligim kep kaldı. Şu çağının özde bu hadik emes, atarus resmi işek arılar okşaşlar, müştak küp düzlem orundukta, arıda o. Şuna bilen ben dedim, hem de etiyaz pesli aptap yegeçmiş, koçuna ağız oturup dursun desem bu kapıldı. Biz atarus aylansa. Akam ne bir şey kopayamdı. Tüzük yapılar işem gülde. Bu bana şey düşündü. Kapılı deyip. Oy bu oturanmaydı mesela bana yılında yeri yok ya deyip dümbümüzü yülendirip oturmuz deyip zorlap açık var da dümbümüzü yülep bizge mındak yülünüp oturdu. Çünkü biz törük bulduk hem de bu yerde. Şu arkalık aylansak şu hazırgacha şu gapindeydi. Meni muş ufkam aylandığa bu mıgamızme aş orundukta yani oturdum deyip. Şu qatimqa çiçek sayılısındaki yoluşuma kelgan qimmat nima degan chaqda kasal odamlar uchun bo'libmi yo'lishimdek bir taraf paraliz bo'lgan odamlarning o'ziniki mushtaq qo'rqadigan bosib chiqtamaydigan to'saqliq manda holatlardan bosib ketishiga bo'libmi manda keyinda uylanchiga yo'q hatto mangsi mushtaq otarus degan shunday silkinib maqib shunday bir qo'rqinish akildigan o'ziniki cho'ng bir vahim akildigan bir qo'rqinishni bosib shundan o'tkitishiga Nayt bir çoğun güç medet verdi şu. Bir yerde mikrobalıkını yaşayıp çıkışlamaz belki nayt bir bay özüm yoluşumu dedi. Nayt küçük olan bir işki indirik aktif indirgemişler yoluşumunun del aşı tosakını. Büsüp etkisi aş kokunuştan halkıp ütüşüge nayt bir çoğun yardım oldu böyleyim. Şunu dinkin hazır bir yerlere bağında avru bulmuşsun kokmayayım başlamışsa avru'nun devamında kudüsü. Aslında yetilip eker sizin orunda kudüsü koymayı desem kakşa pakodan dinkin oturduğun buldu. Ahırda şu Merdankamның ağızdan sınlısı Dilbergi boğan kalp tüyüşünü bir anlaylı. Ömürde sanırım ki nima bir öyle bir muamsa ama ömürde sanırım. Dostluğunlağa, mihir muhabbetinlağa uruk tuqqan boğan yeni ailanlağa mübarek olsun Dilber Hanım. Demek sizniki yeni bir illik ailanızda bugün gördük. Bu bir cüp er ayaldaki tökülüp durgan mihir muhabbet, özra bir-birsini düşünüş, özra bir-birsini qo'llash, mengü baxt yo'lini birlikte davomlashtirishdan iborat haqiqatni bugün biz mana hayotga har vaqt ishonch bilan, muhabbet bilan beqib kunlarni ajoyib ma'nilik o'tkazayotgan bu bir cüplar orqali texim cho'nqir his qildik. Muhabbetinglarga, oilanglarga, do'stlig'inglarga urug' tuqqandarchilik munosabatinglarga ko'z tegmasin, uzun ish davomlashsin. Endi şu ahirda kuy anglaydigan fursatlarni keldi. Bugun şu unutulmaz aslimalar
programmasiga qatnashganimdan bek xursand bo'ldim. Ekran oldidagi mushu naq maydondagi barliq azizlarimiz cho'qim o'zlarining burungi aslimlarini asligash bu naqshini yoqtirib anglaydi deb o'yladim. Canan bulaydı o şu öyünge mihman bulaydı o şu öyünge mihman bulaydı xitini ilip vədə qıldım mən bir öydə bir can bir tən bulaydı qıldım mən bir öydə bir can bir tən bulaydı Vədəngə vapa qılmam sən əmdi digən idin qo canan bulaydı Vədəngə vapa qılmam sən əmdi digən idin qo canan bulaydı Bir bağda ösken reyhan bulaydı bizning unutulmaz əslimimiz nait qızğın davamlaşıdı. Şu tapda naq maydonga kelmagan sizning urug' tuqqanlaringiz, do'stlaringiz, kasbdoshlaringizniki yurak so'zi borki, ekran orqali biz ko'rib boqqan bo'lsak, men singlim Dilbar Ababakirni unutulmaz əslime programmasi ziyorat qilgan deb anglab shunchalik xush bo'ldim. Dilbarning naqshlarini yoqtirib anglaydigan azizlar bek ko'p. Shu qatorda menni bek yaxshi ko'rma. Dilbarning naqsini emas, Dilbarning turmushga tutgan pozitsiyasi, yumoristik chaqchaqlari, gap so'zlari har vaqt bizga shunday bir aktiv energiya berdi. Onun naqshlariga qalb tarimizni chekib turdi. Shunchalik yaxshi ko'ramiz. Sevimli singlim Dilbar, sizning kasbiy hayotingizga texim zo'r utuqlar yor bo'lsin.
Nimeşkedir şundaq günlerde sen yadımga yetinsen aval pichirlayman özümge özüm sirlerimni yetkizsin şamal Sırlarını şamalga berip, ballarım dep barlıqını ballağa atap, yigana ayallıqın bilen özüңнің бүгін yaratqan ballarının kelgisiga ulsağan suyumlik Dilbaracha, seni yana bir qitimliq natijalaring bilan qizg'in tabriklayman. Seni şamal degan naqshi bilan tunib tikaman, ballarım degan naqshlaringdan shunchalik ta'sirlanib tikaman. Seni suyman, buningdan keyingi ishlaring futuqliq bo'lsin. Salam apa, akam ishkimiz uchun aytgan ballarım degan naqshanga rahmat. 我们一定会好好学习，不辜负你对我们的期望。祝贺你这一次的栏目，祝你越走越红，祝你的歌越火越爆，爱你。 Unutulmaz əslime. Naq maydondagi azizlarimizmi, ya'ni korxonchilarimizmi, bugungi shu unutulmas aslimini anglagandan keyingi hayajonliq hissiyotlar urg'ib turyapti deb o'ylayman. Hamdagi damlar sizlar uchun qani marhamat. Hamda Dilbar adamni yaxshi ko'ramiz. Xudo sizlar yaxshi ko'rgandek, biz bu intayin yaxshi ko'ramiz o'z esil bugun esilligini biz naq maydonda ekran oldidan nurg'ulgan o'ziniki mastanlari, sizga o'xshash mastanlar anglab, balkim yana texim suyungan bo'lishi mumkin. Shu hadimizniki tatqan jafosini sharaf deb bilib, mas'uliyat deb bilib, qilish tegishli ish, har qanday bir ayolda bo'lish tegishli bir xislat. Çokum eğer muşu iş mening beshimda bo'lsa balkim yo'lishimi menga shunday bir atrofni parvona bo'lib qiladi deb akimizga tutqiyotgan shu ishlardilar. Bu akimizning o'z vaqtida bu hadimizga shunday yaxshi muomala qilganlari, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatdan cho'nqurlik chiqib turdi. Umringizning uzun bo'lishini, mush akimizning tening salomat bo'lishini arzu qilman, umid qilman. Xudose men sizlarga mush bizniki Guloshikimiz bazar saqan kollaylik pipetlarimizdan sizlarga asli ko'nglimba qabul qilgaysizlar. Sanatkar demek hem de xalq ozuq, ro'yi ozuq ekayuchi deymiz hem de sizning naqshlaringizni shunchalik yoqtirib anglaymiz hamimiz sizga hurmatimiz bek kuchlik. Sizlarning ikki oilaningki shu do'stlik, tuqqandachilik hikoyalarini anglab bek ta'sirlandik. Bizning Minda doktorxona matavandikichi Minda doktorxona sizga bizningki sog'lomlik jihatdan hamda salomatlik tekshirib atgan deyman. Bir basingiz Merdan akamizningki hamda bizning doktorxonaning fizikalik davolash jihatimicha bek kuchlik bizningki davolash shunday unumi yaxshi. Bir basanlar biz muhaqsiz o'rlashtirib shu fizikalik davolash jihaticha bir kuchaytib davolab nim qilsak bir asli kelishiga texmi bir foydasi bor deb qarayman. Rahmat. Salam Dilbar xonim, fikapsiz. Men sizningki uzun yilning yoqi erishib ketgan maslahatingiz. Endi demoqchi bo'lganim, mendan boshqa yana Şinjanning har qaysi joylarida sizning shunday yorqin ovozdagi naqshlaringizni yoqtirib anglaydigan, sizdan ro'yi uzuq, aktiv energiya oladigan maslahatlar intayin jiq. Siz endi xizmat aldirashlik sababimi, boshqa sabablimi bilanmidim. Turpanga beribsizlar. Men Aqsudan keldim. Bo'lsa Aqsu taraflarga, Şinjanning janub shimollariga fursatlar bo'lsa, nurg'un shu maslahatlaringiz bilan 100 turani eng yaqin oraliqda ko'rishib, shularga texmi yaxshi ro'y uzuq bilishingizni chin ko'ngildan umid qilaman. Şinjan Sarsayli xalqaro sayohat kooperativi Aqsu tarmoq shirkatimiz hozir tayyorlagan yo'l qo'yayotgan jalbkor Shamin sayohatimiz bor. Men sizni bu shu Shamin sayohatiga taklif qilsam. Rahmat. Sizlarning so'hbatingizni anglab shunchalik ta'sirlandik hamda qarindosh bo'lmasanglarmi, qarindoshdek mehr muhabbatlarni berishibsizlar. Ham shunchalik energiya berib, mushu bir shunday ehtiyoji bor hamda ro'y uzuq ehtiyoji bor mush bir oilaga o'zingizning naqshisi bilan ondan mehr muhabbatingiz bilan mushlar illiqlik va do'stligingizni muhabbatingizni beribsiz. Intayin xush bo'ldim. Sizlarga muhabbat, xushallik, baxt uchunlarga mangu mansub bo'lsin. Yo'lishingizning tini salomat bo'lib ketishini chin dilimda umid qilaman. Sanam shirkatimizning
isil mahsulotlardan uchunglarga bir yurishdan sovg'at qilay qilgaysizlar. Rahmat. Bugün sizlerni unutulmaz əslimlər proqramımızda görüb, intayın xoş buldum. Sizin güzel avazınızda, çox naxşalarınız yaxşı görgən. De maş cəmiyyətdə, turmuşumuzda hazır deyilyatdıcı. Aktiv energiya deb. Bu bir nəzriyə xarakterlik bir məzmun olub kəvatqan. Lakin bugün şu naxşı usulunki sihri gücünü, aktiv energiyanın həqiqi sihri gücünü biz əmli misal bilan göz aldığımızı görüb turibmiz. Şoňa bəzi kesellerni dawalaşda çoxum doğru yoki ukul emas, şundaq yaxşı bolğan mehr muhabbet arqaly kesel dawalagy bolduğanlygyny, özümizningki kayfiyatymyzy çoxum yaxşı tutsaq, saqyp ketişke bolğan işençimizni yuqary kötärsek, çoxum yaxşı ketdiganlygymyzni şu televizor aldydaki nurgun görürmenler görüp özlerine ilham aldı dep düşündüm. Biz Luqman hekimniki ayollar sağlamlyk kütünüş ornumuz var. Biz sağlamlyk maslahatları setişden başqa şu fiziklik davalaş, mijazny taňşaş degендek türlerimiz var endi. Xalqa vaqtida kelsiniz biz siz üçün eng yaxshi mulozimat qilishga tirishimiz. Onundan başqa şu üçünlarga bizning Luqman hekimniki imon kuchini yuqtirgan sap aqsil talqanlardan sovg'at qilsam. Rahmat. Ben 20 neçə il oldu şu tibabet sağlamlık işleri bilen şug'ullanıp kelyapman. Şu münasebetde sizinki teninizden texim bir salamet buluş üçün bizning ishlab chiqargan sapqan tabletini so'q qilib olgan bo'lsam, hammanglarga qabul qilgan bo'lsanglar. Mehr muhabbet bilen ötken hayat şuncha